Bugun muhim uchrashuvim bor. O'shaning uchun ikki xil obrazim bor, faqat qaysi birini kiyishni bilmayman. Birinchisi shunaqa oq rubashka Chaneldan. Unga moslab meni o'zimni kilotim bor edi. Ro'molli bunaqa o'rashni birinchi marta o'rab ko'raman, to'g'risi, lekin menimcha yaxshi turdi. Shu oq lukimni prям kiyganimdan keyin xuddi Tailandda yurgan lukim esimga tushdi, lekin bu undan ham chiroyli chiqdi. Nima deysizlar? Shap etib kusuf qilib ikkinchi lukim. Birinchisi chiroylimi yoki ikkinchisimi? Lekin menga ikkita obrazam juda ham yoqdi, chunki rubashkalar shunaqangi zo'r kачествоda, detalni qarasanglar, shunaqa даже tugmalari ham Chanel deb yoziqlari yonib turar ekan. Xursandligim bunga moslab chiroyli krossovkam bor edi.